Aytmoqchimizki, qalb Allohnikimi, xohlagan soniyasida o'zgartiradi. Bitta dalil aytaylikmi bunga? Hayotda dalil. Fuzayl ibn Iyozda hamma taniydi, rahmatullohi alayhi. Oldin bu kishi qaroqchi bo'lgan. Subhanalloh. Mana bu joyini qarang endi. Qaroqchi, yo'l to'sar, shunaqa yomon odam bo'lgan. U kishini yomonlash emas, bir tarixni eslasangiz ham u kishini yomon ko'ra olmaysiz. Muhabbat shu qadar zo'rki, u kishini gunohlarini eslasangiz ham yomon ko'ra olmaysiz. Nimaga? Alloh yaxshi ko'rib qolgan. Qaroqchi, yo'l to'sar, birovi pulni olib qo'yib, yeb, urib, jo'natib yuborgan odam, uni iymonlarning masalasi boshqa, unga to'xtalmaymiz. Iymon keldilar, o'z iymonlidilar, yaxshi bo'ldilar, zo'r bo'ldilar, shunaqa taqvodor, shunaqa obid, shunaqa vali bo'ldilarki, haqiqatda ko'rgan Abdulloh ibn Muborak, Fuzayl ibn Iyozning qara darajasini. Bir oy oldin qanaqa edi-yu, bir oy